Hammaga salom do'stlar. Bu videoda sizlarga 2026-yilda YouTube kanalini to'g'ri ochish va sozlash bo'yicha kerakli tavsiyalarni berib o'taman. Videoga like bosing, boshladik. Demak do'stlar, birinchi bo'lib brauzerimizga kerakli Gmail'imizni kiritib olamiz. Biz kiritdik. Обязательно gmail.com deb yozish shart emas. Bu yog'i kerak emas. Dalее knopkasini bosamiz. Bosganimizda akkauntimizni parolni so'raydi. Parolni kiritamiz. Dalее knopkasiga bosamiz va biz ana shu o'zimizni Gmail'imizga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin OK tugmachasiga bosamiz. Hammasini maksimalniy doskональный tushuntirishga harakat qilaman, nuqta virgulga qo'yib, yaxshilab ko'rsanglar oxirigacha ancha foydali bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda biz bu yerga yozamiz. youtube.com va shu yerda aytib o'tib ketish kerakki, agarda sizda eski Gmail bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2025, 2024, 2023 va undan u yoqdagi eski Gmail bo'ladigan bo'lsa va ana shu eski Gmaillar ko'p yillardan beri ishlatib kelayotgan, lekin kanal ochilmagan Gmaillar bo'ladigan bo'lsa, bu Gmaillar odatda YouTube'da yaxshi yuradi. Bu ma'lumotni sizlarga hech kim aytmagan, aynan men sizlarga birinchi bo'lib aytyapman. Bu kanallar yaxshi yuradi. Sizni do'stingizda, o'rtog'ingizda, qarindosh urug'ingizda telefonlarda ana shu telefon olingan vaqtdagi Gmaillar bo'ladigan bo'lsa, ana shu Gmailni bemalol olib o'zingizni qurilmangizga o'tkazib olishingiz mumkin. Telefoningizga va o'zingiz ana shu eski Gmaillarga kanal ochishingiz mumkin. Va ana shu yaqin qarindoshingiz yoki o'rtog'ingiz telefoniga boshqa Gmail ochib beraverasiz. Buni qanday qilaman desangiz, buni ham tushuntirib o'taman do'stlar. Va birato'la akkaunt xavfsizligini qilishni ham sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, akkaunt xavfsizligini qilish uchun birinchi o'rinda mana YouTube deb qidirib kirdik. Bu yerda mana bu akkauntimizni rasmi chiqib turibdi. Bu yerga bosaman va Google hisobi degan joyga bosaman. Google hisobi mana bu bizni Google akkauntimizni, ya'ni ichki sozlamalari, xavfsizlik va kirish bo'limiga o'taman. Agarda sizda ruscha bo'ladigan bo'lsa, главная страница личные данные degan joyi bor. Личные данныйga ikkinchidagi bosadigan bo'lsak, pastroqda til degan joyi bor. Shu til degan joyida язык bo'ladi ruschasiga. Qalamchani bosib, xohlagan tilingizga o'zgartirib olishingiz mumkin, o'zingiz tushunadigan tilga. Yoki agar sizda ruscha bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek язык va bu yerdan o'zbekchani tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, sizda ham xuddi shunday o'zbekcha chiqadi. Endi xavfsizlik va kirish degan bo'limga o'taman. O'tadigan bo'lsam, bu bo'limda mana ko'rib turibsizlar, ikki bosqichli telefoni o'chak va bu yerda hech qanday telefon raqam qo'shilmagan. Bu bo'limda sizni akkauntingiz bilan sodir bo'lgan hodisalarni ko'rsatadi. Endi telefon raqamini qo'shamiz. Bu uchun ikki bosqichlikni yoqish uchun mana bu qismdan ikki bosqichli telefon tekshiruvi shu joyga bosamiz. Ba'zi holatlarda qayta parol terishingiz mumkin. Telefon raqamini qo'shish va bu yerga kerakli telefon raqamini qo'shamiz. Xo'p, menda qani birorta telefon raqam bormi? Mana bor ekan. Deylik 182 302. Bu raqamga telefon qilsanglar, va men topa olmaysizlar chunki o'chik bo'ladi bu raqam. Xo'p, raqamni terdim va yoqishni bosadigan bo'lsak, mana ikki bosqichli tekshiruvni yoqish bosasiz va bemalol ikki bosqichlikni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rdinglar, mana ikki bosqichli yoqildi 0028 da. Va ko'pchilik yana bitta so'raydigan narsasi bor. Birato'la aytib o'tib ketaman. Zaxiraviy kodlar. Zaxiraviy kodlarga bosasiz va zaxiraviy kodlarni ustiga bitta bossangiz, bu yerda mana bunday shakldagi zaxiraviy kodlar chiqadi. Buni screenshot qilib olib qo'yasiz odatda. O'chirib tashlayman buni. Siz olib qo'yasiz. Xo'p. Siz yaqin tanishingizni telefonidan Gmail akkauntni ko'chirib olib ketmoqchisiz, lekin parolni bilmaydi odatda insonlar. Gmail ochadi, lekin parolni bilmaydi. Siz kirasiz, parolga kirasiz va parolni kiriting deb aytadi sizga. Siz bu yerdan boshqa usul deganni bosasiz. Agar yana chiqadigan bo'lsa, yana boshqa usulni bossangiz, ikkita xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni siz yangi parol kiritishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Yangi parolni kiritasiz va parolni almashtirish degan tugmachaga bossangiz, sizda akkauntingizda yangi parol bo'ladi va ana shu akkauntni bemalol o'zingizning qurilmangizga qo'shib olsangiz bo'ladi. Demak, men sizlarga hozir zaxiraviy kodlar va ikki bosqichlikni yoqish va boshqa bir telefondan
Gmailni olib chiqib ketishni ko'rsatib berdim. Demak do'stlar, endi kanal ochib o'tamiz. Kanal ochib o'tganda mana shu joyga bosamiz va kanal yaratish degan tugmachaga bosib qo'yamiz. Kanal yaratish. Endi bu yerga deylik, qaysi yo'nalishda kanal yaratsak ekan. Deylik, biz GTA yo'nalishida yuritamiz. Kanal ochamiz. Deylik, GTA Xo'p, Cyber. Bo'ldi. Misol uchun GTA Cyber deb kanal ochdik. Bu yerda kanal nomi bizga umuman muhim emas. Shunchaki ochilyapti va bu kanal ishlatilmaydi katta ehtimol bilan. Demak, kanal yaratish tugmachasiga bosdim. Xo'p, kanal yaratildi. Kanalni sozlash. Agarda sizda bu bo'limlar ruscha bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga bosasiz. Mana bu joyga bosadigan bo'lsangiz, pastda til turibdi, mana interface. Bunga bosib, agar sizda ruscha bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilini tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, kanalni sozlash. Bosamiz. Bu yerda davom etish va X ga bosib qo'yaman. Mana bu qism kanalizning logotipi. Deyarli hammaga ko'rinib turadigan qismi. Banner. Bu banner asosan kanalizga kirgan insonlar uchun ko'rinadi. Xo'p, demak, birinchi o'rinda biz kanalimiz uchun chiroyli logotip tayyorlab olishimiz kerak. GTA yo'nalishining asosiy qahramoni bizda Spider-Man, to'g'rimi? Spider-Man qidiramiz va mana Spider-Man kartinka bo'limiga o'tamiz. Kartinka bo'limi. Endi Google'dagi Spider-Manlar bor, uje juda ko'pchiligini ishlatdik biz. Deylik, Yandexdan qidirib ko'raylik. Yandexdan qidirib ko'ramiz, mana deylik. Yandex.uz kirdik va Spider-Man va kartinka. Mana ko'rdinglarmi? Hozir bu rasmda Google'da chiqmayotgandi, lekin Yandexda chiqib keldi. Demak, o'zimizga chiroyli bitta rasm tanlaymiz. Misol uchun, mana shu rasmni tanladim. Tanladimda sichqonchani o'ng tarafi rasmni skachat qilib olaman. Mana загрузка bo'limiga skachat qilib oldim. Skachat qilib olganimdan keyin, misol uchun menda sizlarga yaxshi bitta tavsiya bor. Reve degan sun'iy intellekt bor. Reve degan sun'iy intellekt bor. Ana shu Reve sun'iy intellektni sizlar bilan birgalikda ishlatamiz. Reve app kiramiz. Mana Reve appga kiradigan bo'lsak, Google orqali kirishimiz mumkin. Через Google kerakli Gmailimizni tanlaymiz va ruxsatni beramiz. Reve sun'iy intellektga kiradigan bo'lsa, bu yerda full name deyapti, farqi yo'q. Finishni bosib o'ramiz. Bo'ldi. Mana bu joyga bosamiz. Upload files. Hop, va hozirgina yuklab olgan Spider-Man rasmini tashlaymiz. Spider-Man rasmimizda orqa fon yo'q, PNG formatda ekan. Endi bu yerga biz yozamiz. Orqa fonga bu sun'iy intellekt o'zbek tilini juda ham yaxshi tushunadi. Orqa fonga chiroyli sariq fon qo'yib ber. Rasm 1 shiftga bosib J ga bossanglar, ruscha ikkita nuqta chiqadi. 1 ga 1 formatda ultra tiniq bo'lsin. To'g'ri yozilgancha bo'ldi. So'rov beramiz va hozir bizni mana bu rasmimizga orqa fon chizib beradi. Reve sayt haqida aytib o'taman. Reve sayti mutlaqo bepul. Kuniga sizga 20 ta adashmasam rasm yasab beradi va juda ham tez yasab beradi. Misol uchun mana bu rasmni agarda siz ChatGPTga tashlaydigan bo'lsangiz, avtorlik huquqi bor, u bu narsalar deyish mumkin, lekin Reve sayti sizga hech qanday avtorlik huquqi bor demaydi. Xo'p, demak, Reve sayti sizga hech qanday avtorlik huquqi bor deb aytmaydi. Xo'p, demak ko'rib chiqamiz. Mana bu rasmlarni bizga yasab berdi, bo'ladi bizga. Загрузить qilamiz, ya'ni mana bu joyga bossak, yuklab olamiz rasmni. Endi kanalni moslashtirishga o'tamiz va yuklash. Logotipga rasm yuklaymiz. Mana ko'rishlar mumkin. Menga yoqdi, bo'ladi. Mana bu yerga tushdi. Endi logo qismiga rasm tayyorlaymiz. Bu uchun yana bu nimaga o'tamiz? Reve saytiga o'tamiz va bu yerga Google ga qidiruvga yozamiz. Banner YouTube.
Xo'p, odatda YouTube bannerni razmeri 2560 ga 1440 bo'ladi. Bizga как раз shu narsa kerak hozir. Tepadagilar to'g'ri keladimi? Mana shuni qilamiz, kelinglar do'stlar. Saqlanib qolaman va yana buni Revit saytiga o'taman. O'tganimdan keyin Revit saytiga mana shu hozirgi yozuvli banner rasmini tashiyman va o'rtadagi barcha yozuvlarni olib tashla deb aytaman va faqat o'rtada qora fon va sariq fon qolsin deylik. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar to'g'ri yozgan bo'lsam, mana shu joydan kerakli hamma narsani olib tashlaydi, faqat va qora va sariq fon qolishi kerak. Chunki mana shu qism, mana ikki sariqqa bo'lingan qism telefonda YouTube kanaliga kirganda orqa fonda ko'rinadigan qism. Mana bu joygacha planshetda ko'rinadi va undan uyog'iga kompyuterda ko'rinadigan fon bo'ladi. Bizga mana shu joyga joylashtirsak yetadi. Hozir biz rasmimiz tayyor bo'lib qoldi. Biz so'ragan rasm. Даже mana dumaloq qolib ketibdi bunda. Lekin yozuvlari olib tashlagan. Yaxshi. Ancha yaxshi. Xo'p, demak, buni tanlaymiz. O'rtada faqat qora fon bo'lsin deb qidiruv deyman, so'rov beramiz. Hozir deyarli tayyor bo'lib qoldi. Prosta men sizlarga kanal ochishda daskanalni tushuntirmoqchiman. Biz kanalni 1 minut 2 minutda ochib qo'ya olmaymiz. Chunki bu o'yinchoq emas. Bu kanal sizga doimiy dohod olib keladigan narsa. Bunga shunchaki yuzaki qarab bo'lmaydi. Bu narsani mukammal qilib ishlash kerak, mukammal qilib harakat qilish kerak, mehr berish kerak, bunday qilib aytganda. Xo'p, demak, biz rasmlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Bo'ldi, mana ideal. Bir harakat va biz xohlagan narsani beradi. Mana bu вообще boshqa narsa. Endi bu yerga biz tashiymiz. Misol uchun gita yo'nalishi bo'yicha rasmlar topib olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa rasmlar juda ham ko'p gita bo'yicha bilasizlar. Mana shu rasmlarni tashiyman mana. Mana shu 3 ta gita rasmdan o'rtadagi qora qismga stilni qilib joylashtirib banner uchun ideal qilib 8 ta variant ber. 8 ta variant ber dedim. Odatda Revit sayti bilishim bo'yicha 8 ta variant beradi va 8 tadan bittasi ideal bo'lib qolishi ehtimoli juda ham yuqori. Va buni skachat qilib qo'yaman, chunki menga keyinchalik ham bu banner kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p. Tayyorlab olsin. Ungacha biz mana bu rasmlar bemalol previewlardan yuklab olishingiz mumkin. YouTube'da GTA5 Spider-Man deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shu yo'nalish chiqadi va mana shu GTA5 Spider-Man yo'nalishida videolarni previewlari odatda mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, уже tayyor. Ancha yaxshi. Chiroyli. O'zimga yoqqaroq bittasini olaman. Xo'p. Buni bo'ladi, asli yaxshi, yomon emas. Buni juda ham bachkana qilib tashagan. Mana buni ko'ramiz. Bu pastroqga tushirib yuborgan. Buni ozgina teparoqga chiqarib yuborgan. Juda ham moddiy. Xo'p. Misol uchun men agar tayyorlaydigan bo'lsam, men Photoshopda tayyorlay qolaman buchi. Prosta sizlar uchun mos variantini ko'rsatyapman. Misol uchun men mana bunisi nisbatan yaxshiroq, menga yoqdi. Yuklab olaman va yana
kanalimga o'taman va mana bu bannerni yuklayman. O'tkazib yubormang, chunki bu juda ham muhim joyi. Eng muhim joyi. Bannerni yukladim. Bo'ldi. Endi mana bu qismga men qo'lda описание yozaman. Misol uchun, endi bizga Reve kerak emas. Deylik ChatGPTga kiraman. ChatGPTga kiraman va men uz yozaman. Sen inglizcha qilib ber. Nima uchun men o'zbekcha angliyskiy переводчикdan foydalanmayman? Chunki u noto'g'ri tarjima qiladi deb hisoblayman. Demak, endi yozaman. Salom. Mening kanalimga xush kelibsiz. Men kanalimda GTA 5 Spider-Man yo'nalishida har xil tryuklar bajaraman. Obuna bo'ling. Bo'ldi. Misol uchun oddiy bu описание kanali. Ya'ni kanal описаниеsi qisqacha bo'ladi, oddiy bo'ladi. Xo'p. Buni ko'chirib olaman va kanalni описание qismiga yozaman. Va endi asosiy qismi bosh sahifa bo'limiga o'taman va mana bu ya'ni bosh sahifani yoqib qo'yaman. Endi xohlasanglar mana bu joyga rasm yuklashingiz mumkin, xohlasanglar yuklashingiz shart emas. Endi mana shuncha narsani qilganimdan keyin bir marta chop etishni bosaman. Bir marta сохранить. Hech qachon kanal nomi, logotip, bannerni men alishtirmayman odatda. Bir marta сохранить qilaman va sozlamalar bo'limiga o'taman. Endi yuklash sozlamalari bo'limi. Mana bu qismlar hozir unchalik katta ahamiyatga ega emas. Bu yerga lekin yozishingiz mumkin. Boyagi so'zlarni va ikkita qator pastga tashlab, yo'nalishingiz bo'yicha 3 ta hashtag yozib qo'yishingiz mumkin. Deylik, GTA 5 Spider-Man. Shu kichkina harfda yozaylik, chiroyli chiqadi. GTA 5 Spider-Man. Hop. GTA 5. Spider-Man GTA 5. Misol uchun shu 3 tagina hashtag yozib qo'ydim. Yana boshqa yo'llarni ham aytib o'taman hozir. Endi hammaga ochiq qilaman bu joyini va kerakli taglarni kiriting. Agarda sizda misol uchun akkauntingizga umuman kanal ochilmagan akkauntingiz bo'lsin, ishlatayotgan akkauntingiz bo'lsin, videokuni ulab olishingiz mumkin. Videokuni qanday qilib ulayman desangiz, misol uchun YouTube ga kiramiz. Mana YouTube ga kirib turaman. Bu akkauntimga videoga ulanmagan ekan. Videokuni ulanmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda 3 ta nuqtani bosasiz. Расширение, управление расширениями va mana bu joyda internet magazin chiqadi. Internet magazinga kiramiz va bu joyga video deb yozamiz. Xato yozman. Va mana bu joyga bosamiz va bu yerda установить knopkasi chiqadi va установить qilsak bo'ladi. Endi YouTube ga kiramiz va yo'nalishimiz bo'yicha qidiramiz. Yo'nalishimiz bo'yicha qidiramiz. GTA 5 Spider-Man filtrga qo'yamiz. Po popularnosti, popularnostga qo'yamiz. За этот месяц qo'yamiz va более 20 minut, ya'ni 20 minutdan ortiq bo'lgan mana shu oydagi eng katta videolar. Ko'ryapsizlar, biz yo'nalishimiz bo'yicha, biz qidirgan yo'nalish bo'yicha. Endi mana shularni misol uchun biz screenshot qilib tashlashimiz mumkin. Windows Shift S knopkasini olamiz, kerak joylarni olamiz. Bu yerga ChatGPT ga tashlaymiz. Pastroqga tushamiz. Windows Shift S ChatGPT ga tashlaymiz. ChatGPT ga tashlaymiz. 3 ta 4 ta ya'ni rasm tashladik. Aslida kanalga kirsak,
o'sha kanal ko'rsatadi. Hozir meni bu akkauntimdan kanalim o'chib ketib qolgan, ko'rib turibsizlar. Bu akkauntda kanalim yo'q. Shu sababli hozir teglab ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin. Endi demak, men yozaman ChatGPTga menga shu yo'nalish bo'yicha eng zo'r trend kalit so'zlarni yozib ber. Endi aynan mendagi ChatGPT bu narsani qilib bera oladi. Chunki ChatGPTni men ancha yillardan beri ishlataman. Men nima xohlashimni, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'rgatib bo'lganman. Aslida ChatGPTga o'zingiz o'rgatasiz. Siz so'rasangiz, sizga bittada bu narsalarni qilib bermasligi mumkin. 5 ta kalit so'zni olaman va boshiga virgul qo'yib chiqaman mana. Va buni kanalda mana bu teglar bo'limiga kiritib qo'yaman. Endi kengaytirilgan sozlamalarga o'taman. Turkum, misol uchun GTA 5 yo'nalishida o'yinlar turkumi. Endi kanal bo'limiga o'taman. Joylashgan bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari. Shart emas Amerika bo'lishi, shart emas. Liboy, Bangladesh, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya umuman muhim emas. Xohlagan davlatinglarni kiritsanglar bo'ladi. Faqat ana shu davlatda monetizatsiya bo'lsin va bo'ldi. Kalit jumlalar. Endi kiramiz va boyagi 5 tadan tashqari boshqa, misol uchun yana 5 ta kalit so'zlarni olamiz. Boyagi olgan 5 tamizdan boshqasini olamiz va buni olib kanal sozlamalariga, kalit jumlalarga kiritib chiqaman. Kengaytirilgan sozlamalarga yo'q, bu yog'iga tegish shart emas. Ruxsat bu yerga o'tamiz va oraliq funksiyalar. Bu yerga bosamiz, telefon raqamini tasdiqlash. Bu yerga bosaman va misol uchun O'zbekiston va telefon raqam 92 lik telefon raqam o'tadi va u raqam keyinchalik kerak bo'lmaydi. Aynan mana shu yerda ishlatilgan telefon raqam hech qachon kerak bo'lmaydi. Yoki boshqa botlar orqali, har xil botlar orqali telefon raqam tasdiqlasangiz bo'ladi. Kanalni moslashtirish. Demak, biz telefon raqamini tasdiqladik deb hisoblaymiz. Hozir aytib ketgan bo'lardim qaysidir botda, lekin reklama bo'lib qolishi mumkin. Ertaga u botda mabodo muammo chiqsa, bu botda Islomjon tavsiya qilgan degan gap so'z bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qaysi botni bu yerda tavsiya qilib ketmayman. Yuklash sozlamalari bo'limiga o'taman va nomini ko'ramiz. Nomini ham boyagidek, mana misol uchun GTA 5 yo'nalishida biz videolarni qidirdik. Mana hozir nazar qiladigan bo'lsak, GTA 5 yo'nalishida 6 kun oldin 1.200.000 olgan mana bu video. Demak, mana shu videoni nomi kerak bizga. Nomini mana shu joydan boshlab bemalol ko'chirib olishimiz mumkin. Nima uchun bu tarafdan ko'chirmadim? Chunki arabcha yozilgan bu yerda. Shuning uchun bu tarafdan ko'chirdim. Ctrl S va bu yerga kanalni, videoni nomini yozib qo'yaman. Bo'ldi. Mana bu joyga agar xohlasanglar tashlab qo'yishinglar mumkin. Shu bilan kanal sozlamalari yakunlandi. Telefon raqamlari tasdiqlandi deb hisoblaymiz. Va bo'ldi do'stlar, shu bilan aslida tayyor va bir marta saqlashga bosaman. Saqlashga bosganimdan keyin mana saqlandi va kanalni ochish tugmachasiga bossam, o'sha kanalimiz tayyor. Bitta narsa e'tibor bergan bo'lsanglar, men mana bu qismda hamma narsani yozib chiqqanimdan keyin bir marta va mana bu qismda hamma narsani yozib to'ldirib chiqqanimdan keyin bir marta saqlanib qildim. Va e'tibor beringlar do'stlar. Yuklash sozlamalari bo'limi. Video nomiga hech qachon hashtaglar bilan yozmanglar. Video nomida hashtag bo'lmaydi. Hashtaglar opisaniyani eng past qismida 3 tagina hashtag yozsangiz yetadi. Bu yerga 58 ta hashtag yozib qo'yganingiz umuman befoyda. Kalit so'zlarga keladigan bo'lsak, odatda qonun qoida bo'yicha 10 ta eski doim ishlatiladigan kalit so'zlar va 5 ta yangilanuvchi, ya'ni har bir videoda yangilanib turuvchi kalit so'zlar bo'lgani maqsadga muvofiq do'stlar. Bo'ldi. Qolgan joylari oddiy. Video tilini agar xohlasangiz, bu yerdan inglizcha, amerikanskiy qilib qo'yishingiz mumkin. Ispancha, Amerika Qo'shma Shtatlari va bu yerdan anglizcha qilib qo'ysangiz bo'ladi, xullas do'stlar. Hamma narsa tayyor, kanal tayyor, bemalol video yuklasa bo'ladi.
tushungan tushunmagan joylaringga Telegramda yozsanglar bo'ladi. Xizmatinglardamiz. Sog' salomat bo'linglar. Video haqida fikr qoldiringlar. Keyingi videoda qaysi mavzuda video qilishimiz haqida ham kommentariyada yozib ketinglar. Albatta harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.